Assalomu alaykum, hurmatli bobolar jamoati. O'roza hayit bayrami bilan sizlarni chin yurakdan qutlaqlayman. İşleringizga egilik, cho'ntaklaringizga Alloh baraka bersin. Uy buloqlaring tinchlik, omonlik, xotirjamlikda hayot kechirishni nasib qilsin. Hurmatli jamoat, mana biz bugun bayramlarni o'tkazib, ariqda suv ko'p qolgan ekan. Mana suv qo'yishga keldik. O'shaga sizlar dag'i ariqlaringda suv kelgan bo'lsa, suv qo'yib qo'yishlaringda sunish beram. Chunki hozir o'sha buchurlar mana uyg'onib, o'sha ko'ktoshni boshladi. Hozir imенно hozirgi mezgilda suv o'ta kerak. Agar suv bo'lsa, suvni beraverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. İşleringizga iyilik, cho'ntaklaringizga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar.